falan şu yıl Meşrep Ekrim'ge Abdülcan başlık çoğun minnettar kurdayım ki Mahmutcan Aka şu idarın yeri başlık üç turuşta yerden gözükten aklava parçalara rahmet ettim ki oldu. Yani bu 50 yaş var. Bunlar insan benim için 40 yaş deyman. Özümüzden kiçigimizden çoğunlanıp görgende 50 yaş degan bir kol yetmez yaş bo'lsa bir çoğunluğun ko'rgan yaşlar değil. Hazır bizim kep qolibmiz. Ben o'ylaymanki endi bunun bir hayotni qayta o'zim o'tgan tashkilotni bir o'ylab bizga bir qisqa vaqt bir hisob bergan bir yoshda o'ylayman. Nimalarni qildim, nimalarni qilmadim. Albatta ben bu 50 yaşga yalnızlar ijodiyat yo'lim bo'lsin, boshqa yo'l bo'lsin, bunaqa yetgan emas. O'shada ustozlar o'tirdi, dadam o'tirdi. Birinchi Allah, undan keyin ota-onamning tarbiyasi, ustozlarning yer qo'llab qo'yilishi, o'shada o'tirgan aqlamninki madadi, ailemning madadi, varis mana yoshlar kelib o'tirdi. Endi shu az bo'ylardan xiyol bo'ldi. Varisni bunday xiyol ko'pchilikni g'amag'otat mana shu chat kerak, erkash qilish kerak deydi. Biz ham qo'shilib ketdim. Sen ko'p chiqib hammalarning yordami bilan mana shu qutuqlarga itoatni, xalqimni mehr muhabbati bilan deb o'ylayman. Kelajakman deydi. Albatta olib qo'ygan maqsad armonlar ko'p. Shularga yetishga, yani hammamiz birga bo'lib yetishga nasib qilsin. Bunchalik qolgandan keyin endi sizlarga bir va'da bermanda texmi yaxshi asarlarni yaratishga bor kuchimni solman deyman. Jamshid aka ustozim o'tirdi. Rahmat. Tamom. Qadrli mehmonlar, shunga bilan bugungi tanlovimizni shu yerda oyoqlashdik. Barliq mehmonlarimizning, rahbarimizning, hurmatli ustozlarimizning bugungi oltin vaqtdan bölümümüzün qatnashib turib, yoshlarning ijodiga zamonga munosib bahonalarni berib, ular tadbirlar darsini ko'p rahmat. Iloyim shunday yoshlar bosh qo'shaveraylik. Bugungi tadbirni yanada qism uyushtirishga mumkinchilik yaratgan Mahmutjon aka sizga ko'p rahmat. Iloyim bulardagi Rustam aka aytgan, Rahmatjon aka aytgan, Olimjon aka, Karim aka aytgan balki qo'llash masalasi Xudoy bo'lsa kelajakda o'zining bir ijobiy bir yo'nalishni tepib, yaxshi bir taraflar bilan hammamizni qo'shilib deb o'ylaymiz. Ular boshlab birligimiz kelsin. Faqat yoshlar ko'rsanglar hammalarga ko'p rahmat. Rahmat.